3 yalğanda 40 yalğan. Bar ikenu, yo'q ekan, och ikenu, to'q ekan. Tulka yasavul ekan, bo'ra hakavur ekan. G'oz kanaychi ekan, o'rdak sunaychi ekan. Qağa qaraqchi ekan, seg'izxon yalaqchi ekan. Paqa postakchi ekan, ilan tugmanchi ekan. Ana shu zamonda bir podsho bo'lgan ekan. U podshoning oy desa oy emas, kun desa kun emas, nihoyatda chiroyli bir qizi bor ekan. Qiz bo'yiga yetganda atrofdagi podsholarning shahzodalari bas-bas bilan qizga elchi avatishibdi. Podsho unisimi, qiz zodili unimabdi. Bir kuni podsho bu sirni bilish uchun qizning oldiga enik onasini kirgizib, qizini yotlik bo'lishga ko'ndirmoqchi bo'ldi. Enik ana podshoning aytgani bo'yicha baxt farog'atdan, zibu zinnatdan, nag'ma navodan, toju taxtdan so'z ochgan ekan, qiz men hayvondan farqlanaman, mol boylikdan ustunman. Kimiki shartimni ado qilsa, shuning guliman debdi. Enik ana qizning so'ziga ajablanib, "Xayr, nimaki bo'lsa qani bir anglab baqay" deb o'ylabdi. Ondan "Xo'sh, shartingni so'zla qizim. Men bir uqay, munosib kelsa butun olamga jakar qilay" debdi. 3 yalg'anda 40 yalg'anni ayta olgan yigitga yotlik qilinsam roziman. Mening shartim shu, debdi qiz. Podsho enik onadan bu gapni anglab, vazir o'limalarni chaqirib, ularga barliq shahzodalarning elchilariga qizning shu shartini va kimiki rostni yolg'on desa, beshi elinadiganligini jakolab qo'yishni buyuribdi. Uzun o'tmay bu gapni anglagan mamlakatlarning shahzodalari, cho'ng-kichik yurtning bagzodalari va har qaysi xonliqning xonzodalari kelishga boshlabdi. Lekin ba'zilari bu shartni ado qilishga ko'zi yetmay, qizning mehridan kechibdi. Ba'zilari bo'lsa, qizning o't piroqida shartni ado qilolmay, boshlarini o'limga tutib beribdi. Podsho oxiri enik ana orqali qiziga bu shartni ado qildigan biror aqlli shahzoda, xonzoda va bagzodining yo'qligini aytibdi. Qizini aqlsizlikda ayblabdi. Lekin qiz buningga zodili ko'nmabdi. Qiz ishonch bilan buni ayta oladigan kishi chiqdi. Dadam sabr qilsin, agar chiqmasa mayli debdi. Shu tariqada kunlar kayni-kaynidan o'tdi. Anglayotganinglar Bilqis to'rdan anglayotgan tanishmandagi programmasi. Xonzodalar va bagzodilarning ado qilinmaganligi cho'chak bo'lib, eg'izdan eg'izga ko'chib, taraf-tarafga tarqabdi. Endi gapni mushu podshoning shahriga qarashliq Iroq yezidagi bir kambag'al mo'mayning o'g'lidan anglaylik. Shaharning chetida nihoyatda kambag'al bir mo'may yashaydi ekan. Uning yolg'iz birli o'g'li bor ekan. Ona bola ikkisi ertadan kechgacha kishilarning ishigida ishlab, kunini aron o'tkazadi ekan. Yigit shuncha tetik ishlasimi, baylar uni zanglik qilib, o'z ismini atamay Gal deb ataydi ekan. Kunlarning birida Gal bu xabarni anglab, onasining oldiga kelib ruxsat so'rabdi. Mo'may o'g'lining qizning shartini o'rindayolmay, halok bo'lib ketishidan ansirab javob bermabdi. Gal onasining bu andishisini sezgandan keyin onasiga tasalli berib, "Xotirjam bo'l ona. Qizning shartini o'rindamoq oson" deb o'zining rostlagan so'zlarini bir-birlab deb beribdi. Onasi ilojisiz duo qilib ruxsat beribdi. Gal podshoning ordisiga qarab yo'l olibdi. Oz mangdimi, ko'p mangdimi bunisi noma'lum. Ishqilib bir kuni Gal podsho ordisining oldiga kelibdi. Yasabulla bu yigitni ko'rib oldini to'sibdi. "Sen gaday bu yerda nima qilib yuriysan?" deb qo'g'labdi. Gal bularning gumonlarini sezibdi-da, mundaq debdi: "Men o'g'rimi emas, qaraqchimi emas. Lekin bir boyning sodiq quli. Men shu boyning podshohdan yo'shirin tiqib qo'ygan bo'rdaq qo'ylar to'g'risida
xabar berishga keldim. Lekin qo'ylarning sonini shohning o'ziga aytaman. Yasabulla shohga xabarni yetkazgandan keyin oshko'z shoh xushalliqidan galni chaqirib, "Qani, qo'ylar haqida chaqqanroq so'zligin" debdi. Gal hech bir hodiqmasdan tetiklik bilan, "Men avval sizga rastlagan so'zlarimni aytay. Qizingizmi kelib anglasın. Siz buning bilan qo'ylarning nadiligini bilasiz. Siz bilmasangiz qizınız tushunadi" debdi. Padişah qizini chaqirishga majbur bo'ldi. Gal yolg'onni boshlabdi. Birinchi yolg'on. "Ulug' shohim, mening etim Gal, o'zim bir kambag'al, dadamdan yolg'iz qolgan yetimman. Lekin men nayt uzun ömür sürüp, öle ahiri aka-uka bo'lib uchimiz qoldik. Men buningga hayron, lekin ajablanaman. Biz uch bo'lgandan keyin aramizda do'stlik, birodarlik paydo bo'ldi. Biroq bir-birimizning kimligini bilmaydik, ham tanishmaydik. Shu chaqda uchimizga qarasak kiygan kiyimlarimizning go'zalligiga aqlimiz hayron qoldi. Birimizning yaqisi yo'q, birimizning etigi yo'q, yana birimizning qo'li yo'q. Biz shunday qilib qarg'uni qarang'uda topadi degandek bir cho'ldik sayda bir-birimiz bilan mungdashsaqmi anglamasdan, billa mangsaqmi ko'masdan, yo'lda yurmay, chatga chiqmay, o'ttirdi mengib ketaverdik. Xeli yo'l mangandan keyin yo'l ustida uchtanga uchrab qoldi. Ko'zimizni yumib qarasak birining tamg'isi yo'q, birining rangi yo'q, yana birining eg'irligi yo'q ekan. Bu uchtangini mushlashsaqmi arz qilishmay, tang bo'lmasimi yaxshi yomonni surishtirmay, adolatlik bilan bo'lishib oldik. Yani mengiyverdik. Yo'l mangsaqmi medillamay, suv yo'q, ko'li bor bir sayga tushdik. Söz mushiyaga kelganda podshoh shundoq g'azabga kelibdiki, so'z qilolmay hushidan ketibdi. Bir hazatdan keyin hushiga kelib, Galni medillatmay beshini elishni buyuribdi. Gal nayti mardlik bilan tetik turib, meyiqida kulibdi. "Ulug' shohim, men aytay siz anglang. Kallam chepilmas, sözüm to'xtamas. Sözüde turmagan odam bo'lmas. Hozircha ixtiyorni qizingizga bering. Qizingiz buyruq qilsin" debdi. Taxtning orqasida turib, Galning aytgan hamma so'zlarini anglab, so'zlayotgan yigitning eti Gal bo'lsimi, so'zi bor ekan degan xiyol bilan uning so'zlarini zo'q bilan anglab o'ltirgan Malika taxtning oldiga chiqib, "Kishi jonandan jonin ayarmı? Ko'ring parvonalar o'tdan yanarmı? Haqiqat aziz jondan ustun" degan qilich oldida taslim bo'lardi. Cho'chaklar dunyosi kishilar boshqalarning so'zini oxirigacha savr taqat bilan anglay oladi. "Qani, anglab boqaydi" deb yigitga ishorat qildi. Podshoh nima deyishini bilolmay qoldi. Podshohning atrofida o'ltirgan o'rda o'limalari, vazirlari qulluq qilishib, Malikaga ta'zim qilib o'ltirishibdi. Gal yana so'zlabdi. "Suv yo'q, ko'li bor bir sayga tushdi. Suv yo'q ko'lda uch beliq o'ynaqlab uzib yuribdi. Bu beliqlarning ikkisi o'lik, birining jini yo'q ekan. Biz heliqi beliqlarni elib, etiki yo'qning etikiga selib saydan chiqib yo'lga tushdik. Yo'lda mangmay, yo'ldan chiqmay ketaverdik. Qarasak oldimizda 3 uy ko'rindi. Biz shu uylarga keldik. 2 uyning temi yo'q, birining o'rni yo'q. O'rni yo'q uyga kirsak 3 qozon turibdi. Qozonlarning ikkisi to'shuk, birining tuvi yo'q. Etiki yo'q akam etigidagi jini yo'q beliqni elib tuvi yo'q qozonga soldi. Biz uni pishirmoqchi bo'lishdik. Qarasak o'tin yo'q. Shuning uchun o't yaxmay, o'tinni aymay qolaversak, qozon qaynamay go'sht pishib, so'ngki meliq bo'lib ketibdi. Yeb baqsaq issiqmi o'tmabdi. Nim bo'lsa deb uchimiz rosa yedik. Yegandimi bir-birimizga taklif qilishmasdan yeberdik. Biroq yegan go'sht qo'sig'imizning bir burjukiga kelmabdi. O'ylasak qo'sig'imiz rosa to'yib ketibdi. Ketmoqchi bo'ldik. Uydan chiqayli devidik, ishdan patmadik. Amalning yo'qligidan, ilojining to'lligidan tam to'shigidan chiqib ketdik. Yana yo'l yurdik. Yo'l yurgandimi mo'l yurdik. Yuraverib bir etizga chiqib qoldik. Qarasak unmagan chig' tuvida to'ralmagan toshqan yetibdi. Shexi yo'q daraxtdan putumagan cho'moqni elib, eriqi toshqanni rosa bir uruvdik, toshqan jim yetib,
Yugurgan peti ko'limgan o'rg'i tushib jon berdi. Toshqonga pichoq sanmay qo'l tekkizmay so'ysak, chiqdi 10 patman go'shi, 20 patman chavisi. 6 aydan beri yeyotimiz, elimi bor tang yotisi. Shundan buyon biz och qilib akam mendan xafa bo'lib, o'zi bilgan yerga ketdi. 20 patman chavi yog' menga qoldi. Bu yog'ning hammasida cho'riqimni yog'ladim. Yog' cho'riqimning biriga yetmedi. Xayr, shundoq bo'ldi. Erib tikanman uxlavassam bir chog'da jahon zilzilaga tushib g'avg'a ko'tarilib ketdi. O'yxansam cho'riqlarim sana yog' tegdi, menga yo'q deb galashlashib, mushlashib, qapoqlarini yerishibdi. So'zimga ko'nmadi. Maslahatga kirmadi. İloj yo'q, oxiri cho'riqlarimning ikki quliqidan tutib olib, har birini 3 shapaloqdan urib, jim turish hamda urish deb yana uyquga ketdim. Bir vaqtda o'yg'inib qarasam, yog'langan cho'riqim g'oli yo'q, uxlab yetibdi. Yog' tegmagani xafa bo'lib qechib ketibdi. Yog'lagan cho'riqimni o'yg'itib, bir kaslanchukni harvoga ketib yo'lga ravon bo'ldik. Cho'riqim harvoni haydadi. Men yo'l ko'rsatdim. Shunday qilib men bir mushaqqatda uyga osonda yetib keldim. Men uydan chiqish vaqtida uyda bir momay, bir xo'roz bor edi. Qaytib kelsam, uy yo'q. Uy bo'lsa-mu o'rni yo'q. Temi bo'lsa-mu leyi yo'q. Atrofga qarsam hech nima yo'q. Menga bu toza tatquliq bo'ldi. Bayon qilay deb huzuringizga keldim deb gal inkini silab xotirjam turibdi. Padişah gal aytayotgan hikoyaning ma'nosiga yetolmay atrofidagi vazir o'limalarga qarabdi. O'limalardan biri padişahga galning aytganlarining hammasi yolg'on. Yolg'on aytgan kishi shoh xanjarning o'ziqidir debdi. Qiz bu so'zga koyib, hurmatli ota, galga ruxsat qilsangiz hikoyasining oxirini yana eshitsa debdi. Padişah javob bergicha gal taqsir deb so'zini boshlabdi. İkinci yalğan. Taqsir, anlavatısız. Momay yo'q, xo'razmi yo'q. Cho'riqimning biri texi yo'q. Bularsiz yaşamak texi ters. Şuna demim içimge düştü, ko'nglim buzuldi. Xayr dedim. Momay xo'raz cho'riqni yana bir izledim. Mangdim, mengiyverdim. O'rnimda qaliverdim. Shunday qilib bir qishloqqa yetdim. Xo'rizim shu qishloqda bir boyga ishlab yetibdi. Bayning dehqonchilik ishlari faqat shu xo'roz bilan mengib yetibdi. Xo'rizim bilan ko'rishdim, quchoqlashib so'yishdim. Bir-birimizni shunchalik seg'inib ketibdiki, ko'rishmay yig'lashib ketibdi. Anglayotganlar bayga 6 oy kechikayotgan tanishman begi programmasi. Xo'rozni elib ketish uchun boy bilan so'zlashdim. Oxiri xo'rozning haqqiga bir juvalduruz bermak bo'ldi. Boy buningga oson ko'nmadi. Juvaldurizni og'inimga xush bo'ldim. Xush bo'lib yana yo'lga chiqmoq bo'ldim. Lekin xo'rizim unmadi. U yana 3 oy ishlab, ondan haqqini to'liq elib qaytmoq bo'ldi. Men juvaldurizni elib xo'rjanimga selib, xo'rizimga xayr deb aqamdan tez kel deb yana yo'lga ravon bo'ldim. Momay bilan bir pay cho'riqni izlab ketiverdim, hech yerdan topolmadim. Egiz tog'larning ustiga chiqib, bütün olamga qaradim, ko'rinmadi. Oxiri bir qelin jangalning ichidagi cho'nqur hanga tushib qarsam, 7 tog'ning u tarafida, 7 daryoning bu tarafida bir kichik o'stan bo'yida momay kirjuyib o'ltiribdi. Berib yig'lab ko'rishib, ketayli ona yur desam, boyga ishligili 6 oy bo'ldi, 9 oy bo'lganda haq bermoqchi, haqqimni olmay ketmayman deb unimidi. Men qaytib ketishga tamshilib edim. Ustab ketganimga 3 kun bo'lganligi esimga tushdi. Hava nayti issib qaynab turgan bir chog' edi. Daryo bo'yiga borsam suyi g'achjida to'nglab ketibdi. Muzni cheqishga tosh topolmay, beshimni quliqimdan tutib bir qo'ygan edim, muz yerildi. Suvni rosa ichdim, ussizliqim qaynib, yana yo'lga tushdim. Bir yerlarga borgandan keyin qarasam, beshimning tengi yo'q. O'ylasam daryoda qapti. Juvaldurizga qarasam, uning bisi yo'q. Shuning bilan opla dedim-da, beshimni tepishni unutib, momayni og'ilib bordim. Vaqt 3 oyga to'shqan edi. Momay yo'q. Surishtirsam, ish haqqini olmoqchi bo'lganida, boy momayga tuhmat to'qib, uni dastlab urib o'ltirib qo'yibdi. Mana padişahim, ahvol shu. Hamma tatquliq peqirlog'imni o'ylab ko'rsizlar. Dargohlarga shuni aytqili keldim, deb javob kutgandek turibdi. Padişah o'diqib,
Vəzir ölüm alırğa qarapdı. Aql sorğandaq qılıb közünün quyruğida marapdı. Vəzirlərdən biri yalğancının bu eytqanları padişahın hörmetiga haqarat. Padişahimizin zamanısında bundaq adaletsiz işlarning bo'lishi mumkin emas deb turishig'a gal taqsir texi gap bu yerda deb so'zini yana boshlabdi. 3-chi yolg'on. Mo'mayning xunini elish uchun boyning uyiga berib, yoqisidan so'rab shariatga elib bordim. Shariat ondaq deb, mundaq deb Mo'mayning xuniga bir eshak buyurib, shariatning hukmi qarz, ado qilish farz deb yo'lga soldi. Mo'may uchun yig'lab noiloj eshakni mindimda yo'lga chiqdim. Keng dashti bayavonda ketiyotsam 40 karvon uchrashdi. Ularning biri menga qarab, "Hey gal, eshking yeg'ir bo'lib qapti, boshqadan to'qib ol" dedi. Eshakdan tushib qarasam, rostli eshakning dumbisini yeg'ir besib ketibdi. Buni qandaqmi saqaytaman deb karvonlardan so'rasam, ko'ydirib bosqin deb bir dona yangoq berdi. Yangoqni ko'ydirib besib edim, birdilla eshakning dumbisidan bir tüp yangoq darxi önib chiqdi. Hashpashtigicha ko'klab chechaklab ketdi. Yangoqlari pishib qoldi. Eshak yangoqni ko'tarolmay, beli egilib, qo'sig'i yerga. Anglayotganinglar belqo'tlardan aldilayotgan cho'chaklar dunyosi elib bordim. Kuchimning berichi yangoqqa chamma etishga boshladim. Lekin bir talmi yangoq tushmadi. Shuncha vala yangoqdan biroz tushmaganiga ichim pushib, asta avaylab yangoqning tepsiga chiqdim. Qarasam yangoqning hammasi sho'rbaqlab ketibdi. Şaxdan şaqqa chiqib ko'zdan kechirsam, yangoq darxining usti etizga aylanib qapti. Bir tarafda bir o'stan suv shaqirab eqib ketibdi. Bir tarafida tavuz terilgan etiz turibdi. Men tavuzni parvish qilib o'stirdim. Pilaklardan har yo'g'an tavuzlar tushib o'tirdi. Nemisini deysiz? Birdamda hammasi shuluqlab pishdi. Bir kuni pishib yey deb bir tavuzni uzdim. Pichoqni shundoq selishimga tavuz taraslab yerdib, pichoq tavuzning ichiga tushib ketdi. Pichoqni olay deb tavuzning ichiga tushib qarasam, pichoq oqdimi yo'q, ko'kdimi yo'q. Izlab topolmay yursam bir odam uchrashdi. Uningdan, "Aka, pichoq ko'rdingizmi?" desam, u odam, "Avval siz menga javob bering. Aslida biz 40 karvon edik. Har birimizda 40 dan uloq bor edi. Yo'qtib qo'yib topolmayaptimiz. Ko'rdingizmi?" deb meningdan so'radi. Padişah alem, dergahingizga shuni aytqili keldim. Aytganimni aytib bo'ldim. Endi quluqim sizda, debdi. Padişah vazir o'limalarining maslahat berishini o'tinibdi. Ular hech bir maslahat berolmabdi. O'limalardan biri o'rnidan turib, "Buni Xizrdan boshqasi bilmas" deb turishiga padişahning qizi, "Buni bilmagan tadbir berolmaydi. Yigit mening shartimni ado qildi. Dada, endi to'yga ruxsat qilsangiz" debdi. Padişah rozilik berib, vazir va o'limalarni to'yga hozirlik qilishga buyuribdi.